maddi və mənəvi həyatımızın yarqın julası. Ənənə və zamanıvilikning baş qoşqan payti. Qeni chin tilaklar, tabiiy holatlar. Ulug' arzu, buyuk gullanish. İstak şudur, güzel yüzleniş. El kaynak murasim paranları. Programımızın tayizarlığını organik ölçemde güzel tarım yağlarını işlep çıkarıp pazara salgan El Kaynak Xalqaro Savdo-sotiq şirketi öz üstüge algan. Erkeklerinin yarışqı varis kiyimleri bilen bazar tepivatkan Şinjan Varis Xalqaro Savdo-sotiq şirketi alayida qo'llagan. Salam ko'rurmanlar. Murasimlarimiz temisideki şirin sohbetlerimizge iştirak qilishinglarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Jushqunjima. Aldı bilen programımız yakından qo'llayotgan Şinjan Varis Xalqaro Savdo-sotiq şirketi varis kiyimchiligiga alayida rahmat aytaman. Bugun suhbatimizda Urumchi shaharlik 2-o'rta maktabning o'qituvchisi Gulpiya Tuniyaz xonim. Shundaqla yana Urumchi shaharlik san'at yurtidan Umidvor Mahmud apandi. Xush kelibsizlar. Bugun yaxshi jam bo'lib qoldik xonamda. Umidvor bilan uzun bo'lgan ko'rishmagili. Bugun maqsad hamda Gulpiya xonim. Bu yigit yaqinda to'y qilyapti. Shundaymi? Aytmabdi. Shuni bilgan bir tanavini tataymiga deb bir chaqirtishim qo'y, qanday? Nurg'ulg'an ishlamadi rejib ketdi. Setopda qaldash yo'q. Endi biz xili inim deb yursam deyman-ku. Oldingizda o'tib olaylik. Chaq. Endi biz ko'pincha mushtaq gap so'zlar bo'lib qolamiz-a. Mushu to'yning oldi keynida ba'zida ishlar qiydash yoki o'ng'aysizlanish kayfiyatlar bizga yo'liqib turdi. Bunda ishlar sizga ko'p uchraydi deyman Gulpiya. Shu, endi to'y qilish jarayonida nurg'un jarayonlarni boshdan kechirdik aytgancha. Uni qilmasangiz o'tirgan, buni qilmasangiz o'tirgan, shunday bo'lgandan keyin unutilib qoldigan odamlar eng yaqinlarimiz, ko'nglimizdagi odamlarni unutib qoldi ekanmiz. Bunday ahvollar jiq endi. Shu to'ydan keyin ko'rishib qolgan chog'da opla deb qoldi ekanmiz, beyaram bo'lib qoldi ekanmiz. Qizilchilik. Bu qizilchilik xili bo'ldi-ku deyman. Bo'ldi, hozirgisi bo'ladi. Men ko'rdim. To'yinglar nihoyat yaxshi bo'pti. Mush birinchi oylarda bo'ldi-ku deyman. Birinchi oyda bo'ldi. Nihoyat yoshlarga xos. Avaz qilgandek bir to'ylar bo'lgandek turdi. Endi yangidan mush to'y ishini boshdan kechirgan bo'lgandan keyin mush tonovdan chiqqanda hissiyotlar toza bog'i deyman hozir. Buldu ekan. To'yning oldiganda rost burunmi men ham ishimdan o'tgancha do'stlarimizning to'ylaridan yetmay qolganlari bor. Men ranjib ekanman. Lekin men to'y o'zimning olishga kelgandan keyin men rost his qildim. Bu to'yda rost Gulpiyadimiz degandek. Shu eng muhim adam bizning tuqqanlar bilan yaqin aloqalarimiz qolib qoldi ekan. U qolib qilish ko'nglimizni yo'qligidan emas. Burun bag'aq shaklda bo'ladi, bag'aq amaldan qoldi-ku. Balki mashina o'zimiz telefon qilaman yoki ayrim yoki o'zim berib ayrim uqtirman degan odamlarimizga shu ulgurolmay kam qolgan bo'lishi mumkin. El Kaynak murasim paranglari. Xo'sh, endi to'y nihoyat muhim bir ish inson beshidagi. Hozir murasimlarimiz temizdagi paranglarimiz xili shaqillanib ketyapti. Endi siz mush yangi davrda o'sib yetilgan bir yosh bo'lishingiz bilan mush yangi davr holatidagi to'ylarga yoshlarning bir xil vakili bo'la olasiz deb o'ylayman. Uning ustiga nihoyat xo'p kelibsizlar. Ayolingiz hozir nihoyat inoq ijildinga. Yaxshi, hozircha. Bundan keyin umidimiz bor. Umidlar bo'lsin. Shuning bilan endi to'ydan ilgirki jarayon bilan to'ydan keyingi ahvol o'xshamaydi deyman. Rost o'xshamaydi-ki. To'y qilgandan keyin endi ikki oilada cho'ng bo'lgan ikki bolaning bir uyga kirib turmush ilishi endi rost mencha rost tasishgan. Chunki bu ikki oilada ikki madaniyatni, ikki tarbiyani olgan bola. Bir uyga kirgandan keyin ba'zan ideya jihatda maslahatmaslik bo'ldi ekan, lekin hamini mush ikki yosh bir uyga kirgandan keyin cho'qim bir-birisining yomon tarafini o'zining yaxshi tarafi bilan yepib, yaxshilikni cho'nglarga apirib, yomonlikni o'z ichida bilib o'yning ichida tugutish bu eng yaxshi harakat deb qo'yildi. Nurg'ulg'an hamdiliq bir uyda mangu ijilini o'tkili bo'ldi deganga men ishonmayman. Chunki ota-onalarimiz ancha-muncha g'uj-g'uj deyishib qolgan, gap talashib qolgan ishlar bor. Lekin haqiqiy ashunda inoq ittifoqli oila shu tushunchadan bir-birisiga bo'lgan ishonchdan eng muhimi chidashdan chiqamiz deb. To'g'ri. Meni tushunchamda menda to'ydan burungi jarayon savirchanlik bilan bir tanlash, bayqash jarayoni to'ydan keyin u bir mas'uliyatga, burchga aylanib ketgan gap. Musobaqa endi boshlandi. Qanchalik muhabbatlashgan? Tartibim. Endi.
3 yil muhabbatlashdik. Mendan kichik emasmi? Kichik. Ayolim mendan kichik bo'lgandan keyin hamda ba'zan ishlar jihatda men ayolim bilan sizlishiman. Hamda bu sizlishni nima tanladingiz deb qolsangiz aka, hamda ba'zan gaplar sili qoldi ekan-ku. Ma ishni nima bunda qilsangiz degan bilan, nima bunda qilsam mana ishni desa, maash ikkisiningki o'rani bir farq bo'lgandan keyin keyin ochiqlaydigan imkon olib qo'yayotgan gaplar. Yo'q, undaq emas aka. Ba'zan masalan hozir undidarlar taraqqiy qilib ketdi. 100 tirani ko'rishmay turibmi, nurg'ulg'an maqsadlarimizni shu telefon orqali, uchur orqali yetkazadigan bo'ldik. Ba'zan uchurlar 100 tirani ko'rishmagandan keyin sal qo'pollangandan keyin nima qilmoq bunday qildi deb hammamiz nozik bo'lib ketdik emasmi aka. 100 tirani chiroyi mimikalarimiz bilan ko'rishmagandan keyin sal uqishmasliklar jiq yuz berib qoldi ekan. Shu men asosiyatdan masalan hozir undidar shipping yo'lida ship paranlashga ma'muraq. Chunki chiroyimizni nim bo'ladi, qanday o'zgarishlar bo'ladi, aniq ko'gildi. Yomon yusrani ko'rishish. Shuningdan amdilik o'zim his qilib, bu sanlasa sal behud bo'lgan avorchiliklarni akab qilish mumkin-kan deb shu sizish tanladim. Undan bo'pti. Menga sizlish bitib ketinglar bo'lsa. Endi to'yga bir tutish qilgandan keyin shil muhabbatlashib, ota-onalar bilib, buning qadimini bastыңlar degan gap. Bu jarayonda cho'nglar bilan xili maslashga to'g'ri keladi-ku, ha? Ravrs maslashdiq. Qilib besimi bo'ldi degan gap. To'g'ri. Ammo cho'nglarni bu cho'nglar nima degan bilan bizning o'zimizning ota-onalari biz uchun o'ylaydi ekan. Hamda biz to'yning oldikanda nurg'ulg'an ham uqishmasliklar bo'ldi ekan, chunki ikki oilaning ishi bo'lgandan keyin ikki oilaning bir qitilib bir cho'ng oila bo'lish bosqichida nurg'ulg'an uqishmaslik, masalan, hayliq cho'ng joy, kichik joy deydigan bir madaniyatlar bor ekan. Bizga qo'yib bersa hamda biz ash to'yni qilsak, bir xotirjam turmushimizni olsak deb o'ylaydi ekanmiz. Bu sizning hissiyotingizmi yoki hozir qilmish yoshlarning umumiy hissiyoti deb qaramsiz? Bu mening shaxsiy hissiyotim hamda. Ammo nurg'ulg'an har qalda har xiyol deganga o'xshash nurg'ulg'an yoshlarimiz o'xshamaydigan o'ylan o'ylash mumkin, lekin hamda siz yaxshi tushunamsiz deyman, mush qatlar lazım davrdagi yoshlar bilan hissiyotni siz yaxshiroq his qila olamsiz deb so'rayapman. Umuman, hamda men o'rtaqdan ap etsam, hammamizni yig'ib ap etsam, biz yoshlar keriki bir xotirjam turmush bilan, bir inoq ijil bir oila. Bo'lsa ota-onalarimizni bizning qarshi tarafni hurmatlasa, bizmi hurmatlasak, o'zimizning ota-onalaridek ko'rsak, biz o'zimizning turmushni o'zimiz bir ap kelsak, cho'nglarni bir o'zimizning ishlariga bir bishini qatuvmisak deb o'ylaymiz. Lekin endi ba'zan ishlar tufayli ham ota-onalarimiz nima degan bilan biz uchun o'ylaydi ekan. Abim deb o'tdim, yaxshilikni olmasak, yomonlikni olmasak deb. Ba'zan chaqda ham shaxsan men yomonlikni olmayman. Cho'nglarga. Chunki yomonlik olmasak, nima degan bilan ota-onalarimiz har qanday ota-onalarga o'zining bolasi tatliq javob beradi. Biz yomonlikni olib qo'ysak, menda qilib ketdi, mana bunda qilib ketdi desak, bir xil ideyada burumlanish yuz berdi bu yerda ota-onalarimizda. Mening bolamni bundaq bo'zaq qilibdi-da, deydigan ish chiqib qolsa, bu aql chatoq qoldi-ku. Shon yaxshi muomala qilsa-mo bir xil yasalmalik qilayotgandek. Sal da qo'pol gap chiqasimi, zodi mushtaqti bu deydigan ideya shakllanib qolsa, u chaqda bizning futag'inimiz bo'ldi. Bu oilani yaxshi apman olmaydi. Endi biz yoshlarda bo'lsa bek murakkab bo'lib ketmasa to'yning oldikanda. To'g'ri, madaniyatning bo'lishi u eng to'g'ri ish. Mencha mush to'y qilgandan keyin men his qildim, to'y qilish, to'y bir madaniyatning bir bo'shki, bir javr ekan-ku. Chunki nurg'ulg'an biz bodikaldarimizda, bizning naqsh usullarimizda madaniyatlar tashviq qilinib, yuzlanib menyapti. Lekin shu to'y bir ikki yoshning bish qetilishi, nurg'ulg'an tuqqanlarning ular uchun cho'qansilishi, baxtlantilishi bu bir madaniyatning bo'shki ekan. Shuni keyin his qildim. Endi biz hozir qiynalayotgan o'sha yoshlarimiz. Mush to'yning oldikanda cho'nglar nima deb qolar, mush cho'nglarning ideyasi qandaqdir bu ishqa. Zaten nima deb o'ylaygan biz o'ylab yetolmaydi ekanmiz. Dakidiki bo'lgandan keyin biz yoshlardami bir xilliqi g'ij-g'ijang munosabat bo'lib qoldigan to'yning oz qolgancha qoldi. Endi o'zinglar nima cho'nglarning munosabatini tashish tufayli. Endi Sizlardimi bo'ldi mana shunday bo'ldi. Endi buni yasalmoq qilib olmaydi. Ras bo'ladi ekan. Men bu jiq masalan hada akalarimdan so'rab baqdim. Ularningmi oldikanda hatto ba'zanlarda voy bo'ldi bu to'yni qilmaylar bo'ldi. Davlatadigan ishlar bo'ldi ekan. Endi biz u ishdan saqlandik. Nima desangiz aka, bu ish bek tasdiq keldi-ku. Bu to'y qilish bu oson ish emas. Masalan, yoshlarni yurib
bu ayrılıp gitildi deydigan egizing ushili gap bo'lib qolgan o'xshash. Amaliyotda bu daz ketgan yurakni yemlasimi, hamma daz ko'rinib qoldi emasmi? Shu ashtondan saqlandik biz. Aldirab deyishmaymiz, o'zimizning ishni o'zimiz bir taraf qilamiz deb deyishib olgan ayolim bilan. Shu to'yning oldikanda bu uydagilar hamdalik qiz tarafga so'g' salomlar, andikin o'g'il tarafga qaytirish ularni biz o'ylab baxmabdi ekanmiz-ku. Biz yoshlar ras o'ylamaydi ekanmiz o ishlarni. Bizning ko'nglimizda, "Ey, ozuqog'imda. Voy qaynapam nima deb qolganda, hamda xalq olamning oldida nima bo'lib qolgan? Cho'nglarning o'ylashi hamda xalq olamning oldida bir yuz obro'yliq bo'lsa deb o'ylaydi ekan. Bizga kerakli shu muqim turmushda hamda. Shu ashi jarayonda uqishmasliklar bo'ldi, gap so'zda sal bunda bo'lib qolatamda deb biz u yerda o'tirliqda bir yaxshilash bir xizmatini asosan ko'rikni men apmangdim. Nima degan bilan qiz taraf oziz keldi ekan. Ba'zan gaplar ochiq tegilmaydi ekan. Men hamda dadil oldi. Baribir mushni men qildigan bo'lgan ekan. Apada manda gap. Turmushni biz tutimiz to'g'ri. Sizlarning mushunaq meni beqib cho'ng qilib, mushu qator qo'shqanlarga ko'pdan ko'p rahmat. Lekin keyingi turmushimizni yaxshi olib ketishga men kafolatlik bera olmayman. Chunki men menga qarab tanladim. O'zinglar ko'rdinglar, qarshi tarafning ota-onasi shundoq yaxshi. O'zinglar deysizlarmi? Tarbiya deganimiz muhim, bir oilaning muhiti ham muhim. Yaxshi oilada cho'ng bo'lganlar cho'qim yaxshi bo'ldi. Mayli tomoq etamaslik, u bu qilmaslik, u boshqacha bu nechinchi masala, u men uchun muhim emas. Men uchun muhimi menga sodiq bo'lsa, oilamizni o'zing oilasida ko'rsa, bo'ldi, u qolganini tang olib ketsak bo'ladi deb men o'ylaydim. Shu gapdan degandan keyin cho'nglarning mediyasi o'zgarib, balam cho'ng bo'libdi deb o'ylab qoldim. Nihoyat o'ngishli bo'ldi. To'yning oldidagi ishlar menmi kuchimning yetishicha. Masalan, yoshlarning o'tirishlari bor hozir. To'ydan bir hafta burun, masalan, men to'y qopdim billah, sizlarning xizmatinglar menda boshsam bo'lsa, qo'ldasam bo'lsa, masalan, nechinglar sahibxon bo'lsizlar, men uchun xizmat qilsizlar deb. Shuni degan bo'ldik. Ash jarayondami, masalan, qajligan pullar cho'nglarga ham deylik eg'ir keldi-ku. Oldikanda oz deganda 50-60 ming pul ketdi ekan yana sirt to'yning murosimining ishi bilan. Ondan bo'ldi o'zim qilay deb ancha-muncha o'zim qila oladigan ishlarni o'zim qildim. Cho'nglarmi ondan nihoyat xush bo'ldi. Chunki to'y taklifim ajoyib qo'ysizlar hozir ustiga. Unimi boshqa qildinglarmi yo sizlarmi rasmiy bek havas qilmay qoida. To'y taklifi al qaynoq murosim paranglari. Endi bu yoshlarda bu chiqayotgan Yevropalish. Burun endi to'y taklifini endi olma degamsa deb men cho'nglar işte bo'ladi ekan. Hozir biz azroq murosimlashtirib buni. Men qildim, yashamayman. Balkim bizning davrimizdami shunday bir tuyg'ular bog'oyda qizlar texmi buning intilishi mumkin. Demak, bu bir jamiyat taraqqiyotining mas'uli. Shuning bilan Üzgün silib oldik. Üzgün silib oldik. To'yni qilib oldik. To'yim nihoyat yaxshi bo'ldi. Chaqiramidik, muhim odamlarni. Hozir endi bizning vaqtimizda, masalan, ataganda bir tartiblar tugagandan keyin tushda qiz yigit ikki taraf o'zining yoshlarcha bir yig'ilishni qilib, tushlik to'yga bo'lsa qatnashib, undan keyin qiz yigitlar bir aylanish qilib, shaharning manzarali yerlarini cho'gilab, kechda yana kechlik ziyofat zaliga kirilgan ishdi. Hozir endi yoshlar mush aylanish halqasini nihoyat bir rangdor holatga keldi. Ayrim bir murosim qilgan bo'ldi. Sizning murosim ashada bir qiziqgandek turdi. Bizning murosim odatda men qatnashgan nurg'ulg'an mana yoshlarimizning to'ylarida degan boshda o'zaro aloqalar yig'ilib bir video tortib bo'ladi. Video tortib, ash to'yni tortadigan bolalar tortib qo'ydim. Tortib bir kichik tipdagi video. Ash to'yning bog'iq shaklli, keshdagi murosimni qo'yib birdigan bir kichik video shakl bilan tortib. Ash hammamiz shu kostyumlarni kiyib oldi turib, qiz tarafini olib berib, usuldat har xil shaklda, har xil bo'lib ketdi hozir. Shu menga o'tida yoshlarni. Andan tushlik o'tirish. Soat 11da yig'ilamiz deymiz. 11da yig'ilib, o'sha bir tomoq yeyib, yana qizlarning shu yana bir ayrimxonasi bor, shu yerga kirib, ular bilan ko'rishib, undan so'ng ma'amdiq deb tushdan keyinlik oilanish. Tushdan keyinlik oilanish hamda asosiyatdan hozir kechlik bazmahalla deymiz. Ashnalarning tushdan keyinlik bo'lib. Shu yerda yana bir kichik tipdagi murosim shaklda bu yerda usullarni o'ynab, naqshlarni aytib, mening asosiyatdan o'ylaganim tushdan keyinlik men qanday qildim desangiz aka. Bu yoshlarimiz tushdan keyinlik oylanishni shu yaxshi o'ynaydi ekan, u yerda o'zining ko'ngli bor, masalan, naqshchi do'stlari, masalan, ashtaq san'atchilar, olaylik va do'stlar sahnaga chiqib
mulozimat qildi ekan. Kechlikka cho'nglar bilan aralash to'y bo'lgandan keyin maxsus bizning to'y atratlarimiz bor. Ash to'yning oldi ekanini bildigan. Chunki bu to'y degan hozir burun odatda mendaq bir boshqalarga jakarlashib bo'lsa, hozir bir madaniyatga aylanib ketgan ekan. Mulozimatga aylanib ketdi. Masalan, to'yning ishini qanday boshlaymiz? O'tirligida qizning yuzini ochilgan chaqda qanday so'zlarni qilamiz deganda, qanday marosimlarni olib Ashula shu to'y atratlari asosiyatdan qilayotgan mulozimat bo'lgan ekan. Mushni buzmaslik uchun shu ko'ngli baldiri tushtinga qilib etsa, kechda shu ritmli bir to'y bo'lib ketsa degan o'ylab, shuni o'ylaydi ekan. Lekin boshqa to'ylarda nurg'unlagan mashina atratlari Palani mashina, 10 necha mashina. Men unda qilmadim. Men shu tushlik o'tirishni qilmayla. Shu atdigan suratni tushdan keyin aylanish qilib berib, shu ko'ngli bor do'stlarimiz kechda talishib qolmaslik uchun. Ashad bir ko'ngli qilgan bo'ldi. Endi men ikkala mashina nima qilibman? Birsi oldidagi shu yangi to'y qilgan qiz yigit chiqadigan mashina. Og'iga yo'g'al avtobusdan birini qildim men. Shu mashina chiqarmagan qizlar bo'lib qolsa, ashdan qilib chiqsa, ash to'y qilgan yengil olib boradi. Va cho'ylaydigan ishlarni qilmadik. Shuni qilibdimi? Kechki to'ymi nihoyat joyida vaqtida tugadi. Shu jarayonda namdiliqi mening tavsiyalarim o'zimizni qurbi yasa qilaylik, lekin o'zimizni o to'ydan keyin ishlandichu pullar. O to'yga tushgan pullar bo'lsin yoki o'zimizning yendan chiqarayotgan pullar bo'lsin, to'ydan keyin bak ishlandi. Masalan, uyni saramjonlashtirayotganlar bor. Öyle yanında ammakçı bağlılar var. Şunun bek getedi, uçak çöek bular getedi. Şuna özümüzden qurbi yetken ihtiyacı başını qısak, yok işlerini, aşağıda mesela bir maşın bilen mi hal qıvat geldi bular işlerini. Aşağıda qıvatsak özümüz mü qıyılıp qalmaydı ekanmiz. Toyma nahayet joyida tugaydi ekan aşağıda qısak mı demekçi. Demek özümüzün imkaniyeti yarışı. El kaynak murasim parangları. Hesapta sizlar hozir uy setib oldinglarmi yoki qanday shaklda? Uyni setib oldik. Men o'zim qarmaydim emasmi? Shon cho'qim shu Urumchidan xizmatni mishal bo'lgandan keyin bir makallanishimiz kerak ekan. Lekin hozircha biz uy zulab turyapmiz aka. Nima qilsangiz o'yinni taqayliqi, saramjonlashtirib bitmadi. Men boshda o'ylagan bu zuli qilgan uyda ijaraga uyda tursa qanday bo'lar? Yuzim qolmasmi deb mendan bo'lgan unda. Lekin bu makan bir ikki odam birga kirgandan keyin u g'ayrib ko'l bo'lsa-mi, u bir kapi bo'lsa-mi, illiqlik u boshqa ekan. Chiqib turg'undan is chiqarib, tomoqlarni etib, o'zimiz o'zaro yaxshi bo'lsak, munosabat yaxshi bo'lsa, u boshqa gap emas ekan. Mana bu shunayt yaxshi bir fikr oldu, gapni bilib qoldim, bilib qoldim. Mesela mayli yoshlarning o'zininki bir shaxsiy arzusidan bo'lsin, bir muqim turalg'im bo'lgan bo'lsa, makanim bo'lgan bo'lsa degan, ota-onalar texin buni arzu qiladi deyman. Shunga hozir shu uy masalasimi bir zo'r to'salg'i bo'ladi yoshlarga. Demak hozir siz xizmat chiqqanlar menda texin 1 yil bo'ldimi? 1 yil bo'ldi. 1 yil bo'lmadi. 1 yil bo'lmadi. 1 yil. Hamdagi shunda imkoniyatdagi bolalarga nisbatan damalliq uy setib olish oson ish emas. Bunu hazır asıl, bunu mesela atanlar hazır köpünç atanlar küçük verip geliyor halatda. Bay diyen gidek mesela eğer kalp birliği boğan, hakiki bir sadakati boğan, hissiyat asası yaxşı boğan bir cüpler için bir kapi olsun mu, koşar yaşarlığa muşkil manzara bir güzel arzu. Muşnunga nispeten atanlardan bir xil muş yaşlarının hazır imkaniyeti yarışa bir kenaraq oylaydigan göz qarashının imkoniyatni yaratib berishi pek muhimmi qanday? To'g'ri. Endi biz masalan ota-ona bo'lg'ichi cho'qim mayli qizini yotliq qilish bo'lsin, mayli o'g'ilni o'ylash jihatdan bo'lsin, endi hamma shartlarni amal bor bir yaxshi qilib bersak-ka, shu bolamninki shu ishlarini yaxshi tartibli bo'lib ketsa deb o'ylaymiz. Lekin nurg'un ahvollarda biz o'ylagan hamma ishlarniki talablik joyida bo'lib ketishini atayin. Endi bu uy masalasi kelgan vaqtda mayli uy masalasi bo'lsin, mayli qiz taraf o'g'il tarafning ehtiyojini qondirish masalasi jihatdan bo'lsin, endi to'y shu murosimlarimizda nurg'un kichik halqalar borchu. Bu halqalarda masalan shaxsan men qizimni birsiga yotliq qilmoqchi bo'lsam, endi eng oldi bilan shu oilaningki mening eng dastlabda o'ylaydiganim shu oilaningki endi bola tarbiyasi, oilaningki bir qanday oila ekanligiga qarash endi ota-ona bo'lg'uchininki birinchi o'ylaydigini deb o'ylayman. Bu oila tarbiyasi degan bek muhimchu. Oila degan shu bolaning birinchi maktabi. Shunga bu bola yaxshi tarbiyalangan, yaxshi oilada chuqur bolani yaxshi tarbiyalagili bo'ldi. Shuningga endi nurg'unlagan shartlar, nurg'unlagan murosim odatlarimiz bor. Bayatın ümid var inimiz deganga o'xshash. Bu bek ushaq halqalar, bek jiq narsalar, lekin endi
Mundaqcha aytgan vaqtda bu to'y to'kin urf odatlarimizda bu to'y degan eng oldi bilan bir tarixiylik ega narsachi bu. Tarixiylik ega deymiz. Nemishq tarixiylik ega bu uzun muddat mayli insoniyat ibtidoiy holatda bo'lsin, mayli hozirgi davrdagi madaniylashgan davrda yashayotgan bo'layli, bu urf odat bu har qanday masalan o'limni belgilik bir urf odat bilan uzdimiz. To'y to'kinni belgilik bir urf odat bilan uzdimiz. Bir millat bilan yana bir millatniki o'zaro farqlanadigan tarafim urf odat jihatdan farqlanadi. Shuning uchun bu uzoq muddatlik tarixiy taraqqiyot jarayonida ma'lum bir masalan to'y to'kinimizning ma'lum bir ushaq halqalari bir kunda yoki ma'lum bir ishlar tufayli mundaq o'tirg'i chiqib qolgan narsa emas. Bu uzun muddatlik tarixiy taraqqiyot jarayonida xalq buning yaxshi tarafini qabul qilgan bo'lsa, o'zliksiz davomlashtirib maqdi. Xalq buning yaxshi tarafini qabul qilmagan bo'lsa, u shu to'yning o'zida qolib qoldi, yana u yenilikqa qarab yuzlandi. Endi bu tarixiy taraqqiyot jarayonida ba'zi narsalar bu nima degan gap desa, bu ajdodlarimiz davomlashtirib kelgan narsaga, bu tabiiy shakllangan narsa, buni o'zgartirishga bo'lmaydi deb qarab olamiz. Amaliyotda uni o'zgartirsak bo'ldi. Bayam umidvor hukumimiz deganga o'xshash, o'zimizning amaliy ahvolimizga asosan, bu amaliy ahvolni chiqish qilgan tarafda turib, ikki tarafning ko'ngli og'irmagan, ikki taraf rozi bo'lgan, eng muhimi ko'ngil ozodligi bo'lgan ahvol ostida buni cho'qim o'zgartirsak bo'ladi. To'y to'yga mana shunday davomlashgan. Bir davr bilan yana bir davr o'xshamaydi. Ajdodlarimizning ishlab chiqarish amaliyoti o'xshamaydi, turmush amaliyoti o'xshamaydi, yashash sharoiti o'xshamaydi. Shu sababdan har qaysi joylarda o'xshamagan urf-odatlar shakllangan. Endi biz buni umumlashtirgan vaqtimizda eng yaxshi tarafni qabul qilib, meg'izni avvalib shaklini tashlab etib, mushundaq davomlashib kelgan. Endi bugungi davr kelgan vaqtda bizningki zamonaviylashib shu narsalar bizdan nihoyat yuqori iste'molni talab qilib turib bordi-chu. Endi bu biz bir ijtimoiylikning ichida yashaymiz. To'y deganni bayotdan men tarixiylik ega dedim. Yana bir nuqtadan aytganda, u bir milliylik ega. Bu yerdagi milliylik deganim umumiylik ega. Biz bir kollektivning ichida yashaymiz. Endi bu kollektivning ichida yashagandan keyin biz kollektivning ideyasi bo'yicha, kollektivning apmangan qadamlariga moslashish asosida buni davomlashtiramiz. Endi bu bayatdan hamda uy masalasi bo'lib qoldi. To'g'ri, bu haqiqatan hamda bir makon bo'lmasa bo'lmaydi. Hamda uy uchoqliq bo'lgandan keyin bu to'y deganimiz bir jamatningki shu jamat munosabatining tiklanishi bu to'y deganchu. Ham buning kengayishi, undaqcha aytganda-chu. Shunda bo'lgandan keyin bu to'yda hamda hozir masalan qancha kvadrat uy bor ekan, qanchalik pul bera oladi ekan, uningdagi mashinasi bormi, sharoitlarni oldi bilan surishti qildigan shunday ahvollar bor. Endi buni ota-ona bo'g'icha hamda bo'lsa bir turmushda qiynalib qolmasga, rohat yashashga deb o'ylaymiz. Amaliyotda nurg'unlagan to'ylarni ko'ryapmiz. Oddiy sodda o'zining amaliy ahvoliga asosan ikki tarafning ko'ngil ozodligi bo'yicha olib berilgan to'ylardagi mush bolalar haqiqatan yaxshi uy tutib ketyapti. Chunki ko'ngil og'rig'i yo'qda bu qalb tiqolmaydi og'riq. Endi mushundaq hashamatchilik, nurg'unligi bizningki qurbimiz yetmaydigan talablarni o'ttirib qo'yib olib, mushu talab bo'yicha amalga oshmagan vaqtda ikki taraf qudilar o'tirsida bir xil talash tortish, xapliq bo'lib qolgan to'ylarda bundaq to'yda qilgan bolalarning turmushimi egizpaschilik ichida bo'ldi ekan, uzun davomlashmaydi ekan. To'g'ri. Endi umidvor hozir necha yoshda? Men 28. 28. 27da qildik to'yni shunday paytda deymiz. Ama hozirmish yoshlarningki yeshi cho'ngib ketishi umumyuzlik ahvol bo'lib qolyapti. Davlatimiz hozir to'y qilishni nihoyatda aktiv holatda tashabbus qilyapti, rag'batlantiryapti. Albatta har bir odamningki shu o'zininki yetilgan Qur'on yetgan paytida to'y qilishini biz eng go'zal vaqt deb o'ylaymiz. Sizning his qilishingizda hozirgi davrdoshlarning yeshining cho'ngib ketishini yoshlar nuqtasidan qandayroq omillarga yig'inchoqlaysiz? El qaynoq murosim paranglari. Mencha bu pek yaxshi savol bo'ldi. Chunki menmi shu ayolim bilan tanishdim burun mendan bo'lganda. Oy. Ay bu 30 yoshdan oshgandan keyin qism bo'lamdi nima? Chunki 20 yoshdan 30 yoshgacha hozirgi yoshlarimizning hammadan besim eg'ir vaqt ekan. Chunki birinchidan xizmat muqimlashmasa bo'lmaydi. O'qishni ochdim desak, o'qishni yaxshi bitamasa, diplom bo'lmasa, xizmatkorlash qilinmaydi. Pul topmasa, turmush kapolatga ega bo'lmaydi. Lekin shu bir qator ishlar tufayli, masalan, boshqa yerda ishlayotgan do'stlarimiz bo'lsa, mendagi o'yga o'xshash, uy olmasa qo'ymaydi, makon bo'lmasa bo'lmaydi. Chunki masalan, men qarmaydi bo'lgandan keyin uyim cho'nglab bu yerda emas. Men ishlab o'qish jarayonida tushda uyga berib bir qancha issiq tomoq yeyishning qanchalik muhimligini ashchaqda his qilgan.
nurg'ulon do'stlarimiz tushda uyga bir tomoq yeb kelaysa, men havas qildim. Chunki u tushda uyga bordi, shunday chiroyli bir dasturxon daxillab tomoq yedi, birdan ko'zini yumilib keldi. Biz apla-shapla tomoqimizni yeymiz. Og'zimizni yedikmi, burnimizni yedikmi bilmaymiz, yana chiqib xizmatimizni qilamiz. Illiqlikda bu. Shuni bek his qilib, endi bu hozirgi yoshlarimiz ras bisim ig'ir. Cho'nglarimiz masalan bizning otalarimiz tushunmaslik mumkin. Hozir raqobat davrining eng avji ilayotgan vaqti. Chunki nurg'ulg'an kasblar bizga ehtiyoj emas. Chunki u kasbni qilayotgan odamlar bor. San to'liq. Biz yiliqi o'g'il bo'ldi 72 xil uni ozlik qildi degan o'xshash to'xtamay o'zimizga uni ashundoq kasblarni mujassamlamasak put taraf turmoq bektas. Masalan nurg'ulg'an idora organlaridami hozir boshqalardan rost farqlanib turadigan mayli qalamda yoki bo'lmasa iqtidor jihatda farqlanib turmasa bir idoraga kirib organga kirib ishlamakmi taslishib ketdi. Lekin sirtning ishlar deymiz, men sirtning ishlarini nurg'un qitim qildim masalan film tortish. U kunda yo'q-da bu ish. Topsaq rost odatdagi oylik maoshdan yuqori topa olamiz, lekin har oyda yo'q-da. Masalan bir oyda men burun bir topsam, burun naqshim yetib baqdim kesh klublarda. 2016dan boshlab ishlagan bo'lsam, 100 ko'y bo'lsa, bir kunimiz tamoman yetib ishib, uydagilar bo'ldi pul avatmanglar degimiz keldi. U chaqda 100 ko'yni qilib kuchi bor ekan deb o'ylab baqsam. Hozir o'xshamaydi-da. Hozir bir taksiga o'tirib, mashinasi yo'q odamga nisbatan avtobus o'rtasimi birinchidan vaqtda aldiraydigan odamlar bo'lsa taksiga o'tiradi. Undaq hisoblab kelsak, 150 ko'y tamoqlarni qatgan chaqda 200 ko'y bir kunga, bir odamga ara yetish mumkin. Hem çoğunlarımız jaqlar tushunmaydi. Bizning ayni vaqtda manda deb o'ylamaslik mumkin. Sinonim japaran var deb so'raydiganlar bor. Sizning nega ketib bordi deydi. Nega talqib bergan tursaq da. To'g'ri. Nega ketib bordi deydi. Birinchidan munosabat ketib bordi, ikkinchidan turmush ketib bordi, uchinchidan uyda o'ttasaq pul ketib borsa, tok pul, so'g'i pul. Hattoki urayotgan telefonimizga pul. Ko'rayotgan televizorimizga pul, hamma narsaga pul. Ham jiqlari tushunmaslik mumkin. Demak, iqtisod masalasi shunda. Iqtisod yanala qo'qish jon tomir bo'ladi degan gap. Men bir akamizdan so'ragan. Aka, bu to'y qilmaymi deyman deb so'rasam, nemish qafka? Bu to'y qilgandan keyin o'sha ayolingga yetarli pulni hamma topsa. Ashundoq bo'ladi turmushning u sen o'ylagandek bo'lavermaydi. Sen mush hozirgi o'zing yekki bo'lsang, yekkining pulini qaytaysan. Qo'sh bo'lsanglar, qo'shning pulini tang topsa, ashtaq bo'ladigan narsa. Bu jamiyatga mushta taraqqiy qildi. Ashaq tushunmayotgan men to'y qilgandan keyin men tarafimga do'stlarimga, masalan, hozir to'y qilmagan, mendan 100 sal cho'ngroq do'stlarim bor, 31-32 yillar kiring. Ular shu o'yda ekan, bu 30 yoshdan ishib ketgan ekan, bularda bir xillik to'y qilishga bo'lgan qiziqish, suzlashib ketamdi. Demak, abiqidek endishilar bag'as vahima kuchayib mamada degan. Vahima kuchayib ketdi. Uning ustiga atrofidagi aktif emas salbiy bir xillik energiyalar bularga to'y qilishga bo'lgan kayfiyatini texnik susashtiradi. Voy atrofda unda gaplashib, masalan, voy ayolim bilan unda deyishib qoldim. Chunki bu hozirgi yoshlarda ajrashib ketish nisbati texnik yuqorilashib ketib bordi. Xuddilik aylib ketayli degandek aylib ketgandeklar buguni xat elib chiqib bir tipik misol oldiqdim anglab qolib hayron qoldim. Bizim uyni hozir siramjonlashtiryapmiz, jo'nshiqyapmiz. Men masalan bir narsa deb qolsam, ayolim menga rad etmaydi. Men u deb qolsam, "Bo'pti, siz yaxshi ko'rgan qilgan, baribir o'xshash tutimiz 5-10 yilga almashtirsak bo'ldi-ku." deb mendasa o'tkazadigan narsalarni, "Voy eshikni men deganda qilmabdi siz, nima ish qilsan deganda qildi" deb ajrashib ketganlar borki, hayron qoldim. Bu to'y degani palon pulga qildi ekanmiz. Pulni qo'yib bir muncha aqida bog'laydi ekanmiz. Buni nurg'unlig'a mehrlasin degan ikki tarafning nurg'unlig'an jiq ajrlar ketadi ekan buni. Shunda turqliq yana ajrashib ketimiz deb ajrashib ketib qolsa, faqat arzimaydigan bir ish-ku bu. Shunga ashlarni anglab bular, "Hay bo'ldi, bu yakka o'tganim yaxshi ekan juma." Ba'zanlari endi hozir shunda erkin tursa, "Nega bormasam bora olmayman. Osmon uchayotgan qushdim" degandek erkin qila olmayman deb. Amaliyotda to'g'ri odam bilan qilingan to'y erkinlikdan mahrum qilmaydi. Faqat shu burunqi ishlardan texmo odam aql topadi ekan. Yashi cho'ng'ishi agishib, u ishlar qoladi. U uyallar qoladi. Ya'ni yangi bo'lgan ma'nilik ishlar chiqadi ekan. Ashdangdimi huzur topa olsa, shu turmushning eng cho'ng ahamiyati shumiki deyman. Shu yakka vaqtida berib kechlik o'ynagan u uyanlar to'y qilgandan keyin masalan
ballık болып қалса, şu balının tatlılığı aş uyandım mыңasa, aş bisvet tәмекі деймін aş uyandım. Şoňa her bir yaş katılımında özümüzge yarşıdığan işini qılsaq, bu naayetdi yaxşı. Şoňa 27-28 yaş men muş wagt qıldım. Äň yaxşı toy qıldığan iş. Ämineti toy bu yaşlar oýlagandek umumçilik qoqunuş iş emas. Men qıldım demekçi. Men qıldım, men işimde ötküzdüm. Aytawr, bäzen sorlağa baramagan bolşy mümkin. Bäzen adamgerçilikni qılamagaanlygym bolşy mümkin. Lekin men üýümni yaxşı tutup ataman. Bişimdeki gamlarni yaxşı bir taraf qılıp ataman. O özümniň rast dostlary, çyn dostlary adamda habar apdy, qandarak adaş, ýokap ketdiň, nime iş qyp durýatsa, sen toğry düşünmez. Şu gepniň özü maňa bir ragabat boldy. Adaş, men ýokap ketkenim ýok. Üýümniň işini men bir ýoluga düşürelip, men çokum silen unutup ketmeýme, ýene aralışyp ketmez adaş. Dep men uşlagy dawatyma, ulan meni qollap. Demek ma toýga atlangandan keyin özümüz mölçerlenmegen ýoşurun güçlerimiz urgup çykydy degen gep dogrymy? Dogry. Bəxt keldi näden peşanandy kitärden, kız oğlunuz bitten toğdaki ädin dep, mendek ägtekini bəxt keldi demekçi go. Ya, şençi var jige. Hem de o kanda oylaydyk ki, men bəxtlik dep es qılmaz edi. Toğra. Bu hakikaten bir qatar naati muhim amilla. Öýüni Özüňla men özüm yapılamadım. Qandarak aldykmy şeýle men bilen. Hem de rast gaqsak hazırkı özümizden tırışçanlıqını bir 10-20 yıl tırışsak, hem de öýüniň ýyly dəslep töleýdigan bir 200 maňy ýygalışymyz mümkin. Aşa dep oýuldum, çünki men Ürümçiniň şeraýatida meningçe şahsen 1-nji derejelik şäheriniň istimal seviyesi, lekin 3-nji derejelik şäheriniň kirimi bolup galatydy. Şu Nurgulga mesela bizim idarının atrafında maşin toxtasak 70-80 koy, bir günlük. Bir aylıqını bıraklam koytaysak 800 koy. Bizim maaşımızga qattiq toğır kelmeydi 800 koyga biz neçe kilo göç alamız öýge. Bir aydan uşuq yeyimiz o göçtü. Qattiq toğır kelmeydi. Şoňa bu oýlap qaldım, şu yaşlarning kirip kirimiden bu seviyesi nima da bu öýüni apulanmaydı eken. Öýüni hesapda dadamning goňjyjyň hesapda aşdanğa ilip toydun düşken pulga bıraklan başka çertan partan neyim qılmay çoğlanan toyu. Ulan bağan burun badi keldik qan. Şu pulga hesapda öýüniň desek pulunu tölüp aldyk. O pulny hem de öýdikiler dadamning goňjyjyň men watydy. Öýüni seremjalaşdyryp pulga özüm qılma degende unumydym. Nimel degen bilen dada sizlermiş küçüdüňler. Men qılalygança qılay hazır bizge mo emdelik deýken berdi eken. Öýün seremjalaşdyrgan deýken men alay. Ayda bir 3-4 maň, 3 maňdan tölsem mi? Hiç qançylyk ýygyr kelmeýdi, hyzmatim sirtimi tapyma, hyzmatym bar. Şunda wagt özüm qılay dep nim qıldım. Ulam şunda hoş boldy. Hazır hesapda öýüniň seremjalaşdyrgan puluny hesapda 150 maň agyn. Aşdan puluny ayda bir 3000 köp barmagy 2900 köy puluny hesapda özüm töläp, ýani onuň da işinip, ýani öýüniň işini qylyp, toydan aldy keyin işletken azrak pullar batdy. Onuň azrak teýkensi bar. O iş güçli tügäýdigan pul. Şoňa rastga qılsam şu deýken digen näse bir bak qoqdym. Adamga qarz buluş täs işken bu. Çünki yüz ketadigan işken, hyjylçylyk buldygan işken. Lekin mawy özümüz toğry ýol arkaly hökümetden manda qarz alyp özümizden qurup ýetken halda gaýdyryp mansak, birinjiden ilgirleş buldy eken. Türk bolan gep. Türk bolan gep. Men manda mançylyk pulny men maý tapmasam bolmaýdy. Mançylyklaryça men ýetmesem bolmaýdy. Şoň izdindigan gepkende. Bolmasa hiç qanday bisim bolmasa, maaşym çyksa, mani alsam, da bir gereksiz näselerini öp qaldygan işler, gereksiz özüniň haýytydan sırt näselerini öp qaldygan işler aşyndan çykydy eken. Hazır bizning öýde, hesap men asasiýetini aşy deýgen aşyna qatganken, özüm hesaplayman. Burun hesabat degen näse bilen çatqym ýokdy. Hazır hesaplap maýdy mançy pulny takymsam bolmaýdy. Manyňa mançy pul çykan boldy eken. Gereksiz çırtan pırtan işlerini qılmaylı, mapulunu manda qılaylı dep. Onda an şekilindeki tuyuqsuzlam. Şoňa bu işimi yaxşyke dep oýuldum. Şoňa hazır öýüne hesapda ata-ana maňa ýardam qılıp bergen boldy. Ondan keyin ma öýüni seremjalaşdyrdygan işni özüm qılgan boldy. El qaynak murasim paranglary. Toydan burun çoqum öý setip biliş kerekmi? Yaşlarning arzusu bilen ata-analarning qoğuluşyapatgan otursida näme farklar kelip çykypatdy? Gülpiye xanımның bu haqda qandaq yaxşı təklifləri var. Proqramımızın keyinki sallarga davamlıq diqqətə boğaysız.